Bugün sizga har bir oila tadbirkor yo'nalishida ajratiladigan kredit haqida tushuncha berib o'taman. Bunda shu kredit oluvchimiz ishsiz bo'lishi kerak. Keyin yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmasligi kerak. Ya'ni uning yaxta bo'lmasa, emchillik korxonasi bo'lmasligi kerak. Kredit maqsadi bu kredit olayotganda shu bironta bir tadbirkorlik qilaman, shu tadbirkor orqasidan qo'shimcha daromad qilaman degan maqsadda foydalanish kerak. Bunda shu chorvachilik yo'nalishi bor, artizan, masalan, qishloq xo'jaligi ishlari, tikish, bichish, shu kabi yo'nalishlarimiz bor. Bundan tashqari meva yasash, shu kabi yo'nalishlarimiz ham bor. Kredit summasi jismoniy shaxslarga 33 million so'mgacha naqd tarzda beriladi. Bu davlat ta'minotidagi shaxslarga yoki kambag'allik yoki ijtimoiy reyestrdagi jismoniy shaxslarga 33 milliongacha naqd beriladi. Bundan ortiqchasi perchesini bo'ladi. Ya'ni firmaga pul o'tkazish tarzi bo'ladi. Tartibi shunday.